Qish faslining o'rtalari edi. Anchadan beri betob yotgan tog'amni ko'rishga borgandim. Umri og'ir mehnatda o'tgan tog'am 70 dan oshgandi. Ranglari sarg'aygan mo'ysafitning bir necha kundan beri ishtahasi yo'qligini, suyuq ovqatni suvidan, shundayam kampirining qistovi bilan 1-2 qoshiq ichayotganini aytishdi. Suhbat orasida bemordan nima yegingiz kelyapti, ayting, olib kelaylik deb so'rashganda, otaxon uzoq jim turib, hozir Husayn o'zim bormikan dedi. Shunda o'g'li o'ylab ham o'tirmay, hozir o'zimni necha pulligini bilasizmi o'zi desa bo'ladimi? Ha, aytdim qo'ydim-da o'g'lim. Odam qarisa bolaga o'xshab qolarkan dedi. Men o'zimni zo'rg'a tiyib turdim. Tog'amning o'g'liga tarsaki bo'lmasin deb ertasiga yana xabar olishni, o'zim olib kelishni niyat qildim, ammo bu sustkashligim bir umrlik armonga sabab bo'ldi. Ertasiga tongda tog'am uzildilar. Bir hafta o'tib o'g'il elga katta dasturxon yozib qo'y so'yib ehson qildi. Onamning qistovlari bilan majbur bordim. Xizmat qilib, choy tashib yurib, dasturxondagi noz-ne'matlar orasida oltindek Husayn o'zimni ko'rib, ko'z oldimga bir hafta oldingi manzara keldi. Tomog'imga nimadir tiqildi. Ko'chaga chiqib ketdim. Axir tog'am bolalarni boqaman deb issiq-sovuq demay, og'ir mehnatda sog'lig'ini ham yo'qotgandi-ku. Ota tirikligida ravo ko'rmagan ozgina narsani o'g'il endi elning oldiga sochib riyo qilishining nima keragi bor? E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Xulosa esa o'zimizdan. Sizga qisqa bir she'r o'qib bersam maylimi? Bir ozarbayjonlikning she'ri. Deydiki, marhamat tuyg'usi senda yo'q bo'lsa, tutgan ro'zangning ne ma'nosi bor? Uyingda miskinga taom yo'q bo'lsa, bir oy och qolmoqning ne ma'nosi bor? Agar tarozidan ayirib qolsa, tiling zahar kabi yurak og'ritsa, qo'ling pora olib poralar bersa, o'qigan namozingning ne ma'nosi bor? Yolg'ondan ont ichib savdo qilganlar, haqiqatdan xabarsiz xato qilganlar, haqsizdan pul olib haqli qilganlar, haj qilmoqning ne ma'nosi bor? Harom pullari bilan villa qurganlar, yetimning haqqini bo'lib yeganlar, tuhmat bilan kimnidir baxtsiz qilganlar, o'lganida Yosinning ne ma'nosi bor? Namoz ham, roza ham muhim birodar. Vijdonli bo'lish qiyin birodar. Haqiqiy inson bo'lish muhim birodar. Amalsiz Qur'onning ne ma'nosi bor?